Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar, obunachilar. Mana biz davom etmoqdamiz ijod qilishda. 12 metr bo'ldi masofa, xudo xolasa. Jarayon ketyapti. Usta akalarimiz ham bu yoqda mana ijod qilishyapti, granula o'rnatishyapti so'kilga. Andijon bo'ylab xizmat qilamiz. Suv chiqaramiz mini burovoyda 3 fazli tok ishlaydi bu. 100 lik, 114 lik, 120 lik opsionnoy turba tashlanadi, ichiga glubinli nasos tushadi. 50 lik, 40 lik glubinli nasos tushadi ichiga. Soatiga 10 kuba suv so'raydi. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, yaqinlaringizga bu videolar jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat.